Oyoqlaringiz hamon siz bilan yashashda raqobat qilmoqdami? Bu artroz, revmatizm degan tashxis bunga yopishib olganiga e'tibor bermang. Ularni harakatdan to'xtatmang. Ya'ni og'riqqa quloq soling. Og'riq bermaydigan, yoqimli holatda bo'ladigan barcha harakatlarda uni to'xtatmasdan kun davomida o'z xohishiga qarab harakatda davom eting. Sekin-sekin va mana bunday suv bo'ylarida bo'lsa ham albatta revmatizmdan asorat qolganlarni e'tiborga olib, oyoqni yelvizaklardan asrab, ya'ni mana kiyimlarni yechmasdan turib, oyoq kiyimlarni va tizza sohasidagi shish va og'riqlarni bartaraf etish uchun o'rangan holda. Ularga juda e'tibor berishingiz lozim. Aslida hayotimiz davomida dorisiz ham yashaydigan onlar shunchalik ko'pki, ozgina e'tibor kerak. Sizlarga doimiy sog'lik, salomatlik, oyoqlaringizga quvvat tilaymiz va hamisha harakatdan to'xtamang degan bo'lardik.